Sokin bir qishloq, tong saharda esayotgan mayin shamol, dalalarda mehnatga otlangan insonlar, hammasi odatdagidek. Ammo bir xabar butun hayotni o'zgartiradi. Urush boshlanadi. Erkaklar frontga ketadi, ortda esa ko'zlari yo'lga tikilgan insonlar qoladi. Shu kundan boshlab hayot ikki qismga bo'linadi. Ketganlar va kutayotganlar. Har bir uyda sog'inch bor, har bir yurakda iztirob. Xatlar yagona taskin, xabarlar yagona umid. Har bir xat ortida xavotir yashirin. Har bir sukut ortida esa qo'rquv. Kimdir qaytadi, kimdir esa faqat xotiralarda yashab qoladi. Bu yerda qurolsiz insonlar yashaydi. Ammo ular eng og'ir jang ichida, sabr, matonat va chidam jangida. Onalar o'g'lini kutadi, yorlar sevganini sog'inadi. Bolalar esa otasining mehriga zor. Har bir kun sinov, har bir tun esa sabr bilan o'tadi. Ko'z yoshlari ichida ham ular umidni yo'qotmaydi. Dalalar bo'shamaydi. Hayot davom etadi. Chunki ular biladi, ortda qolganlar ham kurashmoqda. Ularning quroli mehnat, ularning kuchi ishonch. Eng og'ir damlarda ham insoniylik, mehr va sadoqat yo'qolmaydi. Har bir yurakda bitta savol. Bu sinovlar qachon tugaydi? Ammo vaqt o'tadi. Sinovlar insonni chiniqtiradi. Kimdir o'zini topadi, kimdir esa hayotning achchiq haqiqatlari bilan yuzlashadi. Orzular sinovdan o'tadi, qalblar esa mustahkamlanadi. Har bir yo'qotish og'riq, har bir kutish saboq. Bu hikoya front ortida qolganlarning ovozi. Bu hikoya oddiy insonlarning buyuk jasorati. Bu hikoya sevgi, sadoqat va umid hech qachon yengilmasligini isbotlaydi. Yo'llar uzoq, kutish esa undan ham uzoqroq. Har bir qadam umid bilan tashlanadi. Har bir nikoh uzoqlarga qadaladi. Xatlar keladi, ba'zan kechikib, ba'zan esa umuman yo'q. Har bir xabar yurakka taskin, har bir sukut esa og'ir sinov. Ufq, bu faqat urush haqida emas, bu inson haqida. Bu yurak haqida. Bu sinovlar ichida ham yo'qotmagan umid